alaykum, obunachilar yaxshi bo'lsalar. Mana bugun Qizil dengizga ketib qo'yatimiz. Xudo xolasa dengizga borib ham pishiramiz. Endi sizlarga ko'chalar ham ko'rsatib qarang. Bu yerda bir daraxt ham yo'q ekan. Suv deganing o'zi yo'q. Faqat toshdan yasalgan hayot ekan. Bir yerda bo'lgani bitta xurmo bilan gujum o'sadi ekan. Başka meyveli daraxtlar umuman yo'q. Hamma yer toshdan solingan uylar. Yo'llari ko'p qaraverasizlar. Gujum daraxti o'sadigan bo'lgani, gujum. Tabiat deganing o'zi yo'q. Dağ butun ko'ru dağlık. Hadi endi Qizil dengizga ketib qo'yatimiz. Hamma yerlar tushirib qoldim endi. Xudo xolasa bugun Qizil dengizga borib tushiraman. Keyin ertaga Xudo xolasa uyga qaytamiz. Safarimiz ham tugagandir. Şu videolarimdan ko'rib bahramand olgan bo'lsangizlar, sizlar ham shu duolarim ijobat bo'lsin. Shu videolarimdagi ko'rib like'lari bosib obuna bo'linglar. Hammangizga shunday yaxshi videolarni tushirib tashladim endi. Umra hajlarda sizlar ham kelmak nasib etgay Xudoyim. Bizlar sizlar ham qidirib, azatib, aylanib, gunohlaringizdan poklanib, Allah Taalaning didorini ko'rib, Madinaning go'zal shaharlari ko'rib, Makkaning shaharlari ko'rib, ziyorat etib kelib ketgaysizlar Xudoyim. Shu videoni ko'rganlarning hammasini Alloh shu yerga chaqirsin. Parvardigoriga. Xudo xolasa endi bugun Qizilga borsak, dengizga borsak, ertaga Xudo xolasa yo'lga chiqamiz. Alloh taolo yo'l bersa, Xorazmga qarab yo'l olamiz. Ne ko'chalar ham bir ko'rsatib o'tayin dedim sizlarga. Shundan toshdan yasalgan uylar ekan. Karvishdan emas, faqat toshdan yasaydi ekan bular uylar. Marmardan toshdan yasalgan. Dağlar bütün. İtibarlarınız için rahmet, sağ olunlar, aman olunlar. Kimisi olsa geçirinler.